Bir daqiqa vaqtingizni ajratib mana shu suhbatni eshitsangiz, inshaalloh afsuslanmaysiz. Bugun Ramazon oyida ham yomonliklardan to'xtamagan insonlarga gapirmoqchiman. Nima demoqchisiz deysizmi? Ularning ahvoli juda ham yomonligini aytib, nima uchun Ramazonda ham yomon ishlaringizdan to'xtamayapsizlar, ey birodarlar deb qattiq gapirmoqchi emasman. Balkim bugun Ramazonning 27-kechasiga kiramiz. Albatta bu kecha Qadr kechasi kutiladigan eng buyuk kecha. Bu kechadan oldin birovga qattiq gapirmay, hammaga xolis samimiy nasihat qilmoqchiman, birodar. Jonim achigani uchun sizga eslatma qilmoqchimanki, Ramazon kirgandan keyin ham Alloh tomonga hech ham yuzlanmay, yomonliklarni davom etganlar. Yomonliklarni davom etganlar. Bu gaplarim sizlarga. Bugun juda ham buyuk kecha. Mana shu kechada tahorat qilib, agar tahorat qilishni bilmasangiz, bilganingizcha poklaning. Allohga duo qiling. Allohdan yaxshilik so'rang. O'zingiz mana shu men uchun yaxshilik deb bilgan narsangiz yana ham ziyoda bo'lishligini maqsad qilmang. Balkim Allohga duo qilib, "Ey Robbim, menga ikki dunyo yaxshiligini bergin. Meni dunyo va oxiratim uchun nima yaxshilik bo'lsa, mana shu narsani menga bergin" deb duo qiling. 5 daqiqa ham vaqtingiz ketmaydi. Ajab emas, o'zingiz uchun eng yaxshi bo'lgan narsaga yetishsangiz.